Bu fasadni zinapoyamiz haqida qisqacha video obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p. Oyoq qo'yadiganimiz 30 sm dan bo'lgan, kengligi stupenkamizning kengligi, balandligi esa 15 sm dan bo'lgan. Eng tor joyi esa 2,5 metr bo'lgan. Mana uzunasi esa ancha uzun chiqadi, sababi bu yoqqa aylana bo'lganligini hisobi uchun. Bu zinapoyamizning ikkita stupenkasini tashqariga dumaloq qilib ko'rinishda qilganmiz. Ichkariga shu joyga ko'p egallanmasligini hisobi uchun ichkariga 3 ta stupenkani olganmiz, plashatkasini ichiga. Ko'rishingiz mumkin. Remkalanmasa. Hop, yana bir qilgan ishlarimizdan. Hop, yana bir qilgan ishlarimizdan bittasi mana fasadning zinapoyasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu shu zinapoya qoldi. Borka qilishga, ya'ni yo'llarni, tepalarini borka qilib chiroyli qilishga. Zinapoyamizda tagi ham, tepasi ham zerkalli ko'rinishda 15 ga 30 standartning zinapoya bo'lgan. Birinchi stupenkasini dumaloq qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. O'sha ustalar perilasini o'rnatib ketishdi. Yana bitta zinapoyamiz bu yoqdagi zinapoya. Birinchi etajdan ikkinchi etajga tashqarining fasadning zinapoyasi. Bu uy alohida uy. Shu uchun alohida zinapoya qilingan. Oldingi zinapoyasi bor edi. Neudobniy edi. Keyin mana hovliga kiraverishib to'sib qo'ygandi, ya'ni zinapoya yarmiga chiqib. Shuni hisobiga uni buzib tashlab, bu yoqqa zinapoyasini tushirganmiz. Hop, yana bitta qilgan zinapoyamiz. Mana bu pajarniy xodga birinchi etajdan tashqari fasaddan ikkinchi etajga chiqishga. Buni ham ustalar o'sha o'rnatib ketishdi. Perilarni, balansini bularni o'rnatib ketishdi. Bu zinapoyamiz ham standartniy zinapoya bo'lgan. Standartniy zinapoya bo'lgan bu ham. Inshaalloh qana ketdik. Eng qizig'i mana shu zinapoyamizni tepaga sanab chiqsanglar boshqa, pastga sanab chiqsanglar boshqa. Shu chiqadi. Son chiqadi. Bu yog'i mana bu yerda plashatka zonasi bor. Bu yerga ham stashkasini qo'yib berdik. O'sha agrajnani qilib bo'lgan sababi bu yerga basseyn o'rnar ekan. Shunga chornovoy stashka qo'ydik hozir. Chornovoy stashkasini qo'yib berganmiz. Zinamiz. Agar qilgan ishlarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, mana buni ya'ni like ga bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lmaganlarni shu yerda videoni to'xtatib kanalimizga obuna bo'lib, podpiska bosib qo'yishingizni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Videolarimizni, qo'ygan videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabar topishingiz uchun. Uzoqdan ko'ringanda chiroyli ko'rinadi. Bu tomon zinapoya ikki tomonga chiqdi tushdi. Keyinchalik mana bu yoqlarni olib bu yerga so'ri qo'yilar ekan.